ChatGPT menga g'aroyib bo'lgan shartni berdi. Shartda shunday yozilgan: men parashyutdan tushishim bilan dastlabki 10 sekundda umuman ko'rmasdan lut qilishim kerak va qo'limga tushgan ikkita qurol bilan men o'yin oxirigacha o'ynashim kerak va men to'p bir olishim kerak bo'lar ekan. Mabodo men buni bajara olmaydigan bo'lsam, ikkita obunachimga men real pass berishim kerak ekan. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Shohdek Bot. Bugun o'sha ChatGPT bizga shart bergandi. Ana shu shartni bajarishga harakat qilib ko'raman. Mabodo men bajara olmaydigan bo'lsam, ikkita obunachimga men real pass berishim kerak. Real passni yutib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoga like bosing va menga obuna bo'ling va kommentariyaga o'zingizni IDingizni yozib qoldiring. Shunda sizni men kommentdan aniqlab olgan bo'laman. Like bosgan bo'lishingiz kerak. Va sizga bitta ikkita yangiligim bor. Bu akkaunt boshqa akkaunt ko'rgan bo'lsangiz, bu akkaunt savdo kanalidagi akkaunt. Agar sizga akkaunt kerak bo'lsa, opsiyanada akkaunt savdo kanalini qo'yib qo'yaman. Va bugun adashmasam shoot kelgan edi. Mana shoot va shootga qo'shib juda ham odd bo'lgan mana bunaqangi kiyimlar va albatta bu pajarni nima qilyapti pajarni? Juda ko'p old narsalar ketdi. Unga qo'shib UC sabitalar ham ketdi. Mana ko'rishlarim mumkin qayerda edi. Mana UC sabitalari ham kelgan. Agar sizga ham shunaqangi open case qilmoqchi bo'lsangiz, UC kerak bo'lsa, bemalol UC adminni olishingiz mumkin. Bu ham opsiyanada bo'ladi. Va siz kattaroq UC oladigan bo'lsangiz, men sizga open case qilib video ham qilib berishim mumkin. Endi bizda ham to'g'ri tushuning, bizga YouTube pul to'lamaydi. Bizning daromadimiz mana shu nimadan? Kanallarimizdan. Bo'lmasam biz birinchi o'rinda xo'sh komanda qilamiz. Xo'sh, normalniy komanda yo'qmikan? Chaqiramiz. Bu akkauntda men tanimayman hech kimni. Yangi odamlar. Bo'lmasam avtopatbur yoqib qo'yamiz. Kim tushsa, lekin rangingiz baland ekan. Bu rang baland. Men lekin eventga tushmayman, chunki eventda dastlabki 10 sekundda qurol olmaydigan bo'lsam, men tirik qolishim nerealni iloji yo'q. Shuning uchun Bronxgami, Hovergami tushib olamanda qurollab, keyin sekin eventga borib kristal qilib chetdan görveshni qilamiz. Va sizda ham qanaqadir challenges bo'ladigan bo'lsa yoki ko'pchilik aytadi, mana bu dasturchiga tushunmayapman, qanday qiladi degan savollar bo'ladi, lekin hamma javob bera olmayman. Agar juda sizga zarur bo'lsa, sizga challenges qiziq bo'lsa o'zingizga donatsiyaga qo'yib qo'yaman. Kanal biosida bor. Shu o'zingiz ismingizni va donatingizni yozib, qaysi missiya qiynalyapsiz yoki qaysi challenge-ni xohlayapsiz, shunaqangi yozsangiz, shuni biz video qilib chiqishga harakat qilamiz va sizning donatingiz bizni kontentimiz rivojlanishga yordam beradi. Bu donatdan kelgan pul yig'ilib nimaga ketadi? Bu kompyuter olishga, ya'ni stream qilish uchun web kameralar bilan. Men bilan 3-sherik ham 3-chi ham men bilan ketyapti. Men tanib qoldimmi bilmayman-da. Shunisi menga qiziq. Odam tushyapti, ham qiziq. Odam tushyapti. Mana shu uyga tushaman. Endi bo'lashab mana shu uyda taxminan nima qurol tushsa, kiraman. Qoldim o'zi. Qurolni ham ko'rmayapman. DBS ol birinchi qurolga, ikkinchi qurol nima ekan? Ikkinchi qurol chiqmadi. Ikkinchi qurol baqa kiramiz endi. Bu yerda nima bor ekan? Qurol oldi. Voy! Qanaqa qurol bu? Voy, qanaqa qurol bu? Qanaqa qurol bu? Eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi. Endi bu yerda qanchada kill qilishni ChatGPT bizga yozmagan. Bizning eng glavniy muammomiz to'p bir olish. Shu. Watch out. Adashmasam odam tushganini o'shatga. Odam tushdi. Marked a location. Chiqmas ekan bu yerda.
location. O'qiy bola ekan. Voy, shu odam tushib ketdi. Ha, olshasan. Help! Please recall me. İkisi ekan. Watchman ko'rishadi, ajoyib ekan. O'yin tugaguncha 5-6 ta kilib qo'yaman ekan. Uchib ketdi, uchib ketyapti. Otaymi ekan, ha? Garadation qilamiz. Agar bajarolmayotgan bo'lsam, men bitta mashta qilaman. Qayta qilib 5-6 ta videodan keyin o'xshaganini qo'yib yubormayman. Chesni qilamanmi? Erta bermaslik uchun ko'p kimlardir 5-6 marta qilib o'xshaganini qo'yib yuborish mumkin-ku. Men chesni qilaman. Bu uchun men akkuratni o'lmasga harakat qilib o'ynayapman. Nima bor ekan debesga. Kema haromi? Yaxshi. Kema mapsi menga. To'g'rashim kerakmi? Shayton mana ot deyapti shayton. Lekin insofim ko'p, qiz sen to'g'rashing kerak deyapti. Ikkita ekan. Uchta ekan bular ham. Din bilan. Help! Din bilan qilyapti. Qanaqa ketdi bittasi? Короче, 3ta kamda qolibdi. Nok peşimden, nok bir. Ya, ölme kaldı.
Voy! Otalamay qoldim. Nayloj. E'tibor beramiz sizlarga. Mana shu videoga maksimal o'z aydingizni yozib qoling, shartlar bajarib, komment yozing, obuna bo'ling. Albatta, yerpini keyingi videoda kim g'olib bo'lganini aniqlab aytib o'taman. Hammaga rahmat. Challenge zo'r bo'ldi.